Haydi kalanlı! Çık! Ha, bole! Hemen ha! Çık! 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 Haydi kalanlı! Çık! Haydi kalanlı! Çık! Çık! Haydi kalanlı! Çık! Haydi kalanlı! Koş! Koş! Haydi kalanlı! Haydi kalanlı! Koş! Çık! Çık! Çık!
Dada. Ha, nima deysan? Meni opam evetdi. Velikamın uyida bir günlük iş bakken, seni karışmasın deydi. Pah. Qachon qutulamiz bu haqqi malaylik qilishdan? Ajab to'ydim juma. Bakallar sen qarab turamsa. Bak kız. Oh. Ostara. Bak. Nur aka. Tunguzdek küçün bacım var senin. Ha, yeni bir gün işlivet Nur aka. Pulchu, pulni qachon berisa? Oy, gap çoğu. Oruqkanla poquyuğan dep, ağzına cep pulgu yügrep kapta. Şehrdeki ilik qavaqda 15 som kanyon kirip ketken cuma Nur aka. Gınqıma işleyevegen. Cüretni padachiliqqa yardım bo'lar deb maktabdan chiqarib oldik. Endi kichigini qanday qilamiz? Pul bo'lmasa qanday o'qitamiz? Padachilikdan topgan pul kanaydan oshmayotsa yoki yerimizni teramayotsak, ha desini qarz, qo'ymi to'ydig'i bu qarzning kishi. Mushundaq o'tayveramizmi? Uyning ahvoli mana shu. Bizmi bir yaxshi kunlarni ko'rsak nim bo'lar? Men qada qilmayamsa? Birisini bulam dem, yo o'g'irlik qilam dem. Sizni undaq qiling demadim. Boshqalar undaq yoki mundaq ishlarni qilib, yildan yilga beyib qoldi deyman ha. Qalbaqi men deb yurmay, boshqacha bir ishni o'ylashib ko'maydimi demakchi. O'lib qolmadik-ku. Yolg'iz bizlimi? Shukr qilgina xotin. Ish qilib mo'raqdan is chiqib turyapti-ku. Opa, qo'sug'im ichib ketdi, chiyini chaqqan begina, bugun maktabda faoliyat bo'ldi, kechikib qolmay yana. Vaqif kela bilan. Mana. Aldırmay iş ha? Barat Tayça, tilligin ağan arıva atarısı mı, tayarısı mı? He, Mişka Rusya, sen Zakır Mişka atap ağam. Evet, tamaşa kördükemizde Barat Tay'la arığı katkaç ürük. Aldığımızdan çaşkan kulak çıkıp kalımız, könüp kalımız dikine. Yo, Nuri çok iyi kavga. Nuri kavga. Ne buldu mu kavga? Oralım onu da bu. Oyna kokan yapalım. Sıkıcı bak. Assalomu alaykum. Çata yoktu. Oynap sizlerde. Shaharlik og'inglar uchrab qilib, ozdiliq qilib oldik degina.
Ağzın köpük qaynab ketibdi. Saslıqda araq içmay kalemgen o'xshamamsa. Kala yurganicha bizdek imaliganlar imidi, Qodir azma. Sen kalamsang, sut og'zingda qetiqib qoladi. Xo'sh. Ketdik. Nur aka. Mana bir yılan tutmasan bo'lardi. Shahardan tuqqanlar chiqibdi. Doğru qilmaz deydi. Nech pul bersa? 5 so'm berma. 10 so'm be 10 so'm. Nim deydi buni cho'qay? Tutsam tut, tutmasam o'rniga odamchiq. Alayda oldin kelgan xo'sh bo'lib, olayma pulni. Qani, ichiga. Ustam qilyapti-na, o'qishdi. Gap qilay dangal. Bizni shuncha oldirib bu yerga nimaga boshlab keldi? Biz oldiramiz juma danga. Unda xo'schu bu ishni hech qanday odamga demaymiz deb qasam qilinglar. Qo'y, qasam? Qasamga gap chiqib qoldi endi. Birisini o'ltirib qo'ymasa? Yo'q. Ahmet tapdım Ahmet. Bir yılan tutup deb 5 so'm pul vergende şu yılanı izlep bir köşkü basam bir kumzak oldu deb oldu. Bu ne? Birisi gibi gelsene de. Yok. Xudo dedi ama. Yok. Ben nima qilishimni bilmay sizlarni izlab kelishim. Xotinni demay yaxshi qilibsan adash. Xotin kishi deganing borku, chechi uzun aql qisqa. Birasiga deb qo'ysa bu narsalarni soqchida ko'rsa. Qo'rqma adash. Oltinlarni borku, mana men pul qilib berma. Lekin og'zingni ching tut. Nurmamat qo'lingni adash. Pul sendan, yo'l bizdan bo'lsin. Biz endi mangu ayrilmaylik.
Gülsüm. Hey Gülsüm. Bu yoqqa gel xotin. Voy nima bo'ldi? Ovozliq o'nsan. Bo'la. Bu yoqqa gel. Bo'la. Qara buni xotin. Nereden kelgan oltinlar bu? Qo'rqma xotin. Bizga omad keldi. Omad. Aka qo'lni. Aka. Bo'la. Biz boyib ketdik. Boyib ketdik xotin. Boyib ketdik. Endi men cho'qay degan laqamda qutulgan bo'ldik. Nurmehmet. Bundaq ko'z bilan turg'ini qaraganda cho'qim egisi va oltinlar bu. Bunchalik narsani biz sing'irib ketolmaymiz. Men qo'rqyapman. Nimadan qo'rqatding? Bizga kelgan omad bu. Ko'z bilan turg'ini qaraganda hamon bir odamning dunyosi bu. Buni o'zimizning qilib olsa xudo oldimi, hukumat oldimi buni? Hukumatga topshirib beraylikmi deyapman. Nima deydigan bu xotin? Soqchi yenidan chiqdimi nima? Xotiningga dedingmi? Xotin dedingmi? Yo'q. Yaxshi. Xotiningga demagining yaxshi bo'pti adash. Bunda ishni xotin kishi deb qo'ysang, narsalarni soqchilik ko'rsa. Ya Allah Nurmehmet. Sizde namus degan narsa bormi yo'q? Ertadan kechgacha bersan yeyman, ursan o'laman deb necha kunlar bo'ldi yotqiningiz yotgan. Choyxonasini ko'ringizmidi? Sizmi erkishmi? Yotaman qandaq. Gaping bormi? Xuddi sen meni xotinlik qilib qo'ygandek gap qilasan-ku. Taloqqa chiqsam uyga kirsam xotin bo'ldim-ku. Qo'shnilardan choydan so'rab divona bo'lay deb qoldi. Xudoyim sizni bir kun xotin qilib qo'ysaydi. Shu chaqda bu garozni bir kun o'tirmaydingiz. Uy, nima deb yurdi ey mana xotin? Ajab odamning sabrasini o'rlatdi. Mana fili buka. Uraqini. Men yemagan sizning tayiqingiz qolgandi. Astagfirullah. To'g'ri chishimga tegmay juma. Bo'lmasa bu go'ringdan bir aqli chiqib ketaman. Yetakanga to'yib, o'ldirsa shu chaqda divan bo'lib. Shunday qiling endi. Sizga shu ish qolgan. Xotin bolalarni tashlab uy boqamidim deb chiqib ketdi. Sen xo'roz, men mehyon, bo'ldimi? Beshing kiya uyingni. Danga qo'lingga pul kirdi. Endi qanday qilay deysa? Hozir Roslar toz kelyapti. Roslarga mol ko'rsatib pul tepyapmiz.
Soda shundoq yaxshi, lekin pul yo'q. Sen bir do'kon ochsang, biz Urumchidan mol kelsak, boy bo'lmaganni-chu, shu chog'da ko'rsan. Undaq ishlarni men qilolmayman. Yanala qo'y qilib baqaymikin deyman. Nima deydi buni xommantavi? To'g'adangal o'shkijangal tushibdi deb, yenilik sosiqtirni o'ylab qopsan-da. Gaday bo'lsang shatalash deb, shu vaqt bozorning yaxshi tamoqini yeb, salqin do'konda o'ltirib pul toplamsa. Uning ustiga Nurmuhammad qanda qilib tez boy bo'lib ketdi deb, mahalladagilar soqchir deb qo'ysa, ishining tugashgini shu. Shahar deganning etiga keng. Shaharda bo'lsang, birisining do'konini ichib o'taman deysan. Uning ustiga hamma sirni biz bilamiz juma. Agar og'zimiz ichilib ketsa, tugashgini shu. Ha. Yaxshimisiz Ardash? Qanaqa ahvoling? Bizning hisob kitobimizni qilganға ma'lum qizni keldim. Ismi Saniya, amma hisobotga tekshirishdi. Yaxshimisiz Nurmuhammadga? Yosin sizning yaxshi gaplaringizni qilib berdi. Agar meni yoqtirsangiz, ep qolasiz. Bo'ladi. Men ma Yasin olimlar bilan kechib paranglashib, sizga javobini beray bo'landa. Ma'qul. Xo'sh. Ma'qul Adash. Gülsüm, ko'nglingizga ep qolmang. Demay desam, zodi ko'nglim unimidi. Shaharga kirgandim, onsam Nurmuhammad shahardan xudni ilibdi deydi. Tova. Nima? Nurmuhammadni shahar kirib, uyini o'tdi dedingizmi? Men uni shahar kirib pul qilib mayli desam, u yerda uyini o'tdimi? O'zingizni bismillah so'lang. Rasmi yolg'onmi shaharga kirib surishtirib beqam. Men chiqay. Qanday qilaman? Nima qilib qolib? Biraz çidacın balama. Koş. Koş. Oppa, kuzum bezli çıktı. Canım bana dadağını tepip andın tamak yedi ha. Koş. Oppa, en tatlı çıktı mı da? Canım balam. Yaxshimisiz? O'sha arvohda Nurmuhammad Tatarson do'koni bilamsizki? Yo'q, bilmaydi ekanman.
Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Mush yerda Nurmamat bir do'kon ichibdikan, do'konni bilamsiz? Bilaman. 3-4 kun bo'ldi. Nurmamat do'konni setyapti. Hozir o'zim nima ekanligini uqmaydi ekanman. Nima? Oppa, men bo'ldim. Oppa. Ishnim bo'ldi. Qariyag'ash kentiga keldik. Shunday yo'lovchilar tushinglar. Әмсә, әтім айлыма? Şunda qilayli adaş. Ağayınlar, ben öyge verip helik tıkıp koygan mallarını ekileyense. Aqlinga barakallah adaş. Әмсә, әт қатныш көршейлі адаш, ә? Şunda kılaylı. Nurmamat! Nurmamat! Qo'ya qo'lni. Ketma Nurmamat! Sizga ishchingiz og'irsin, men tuluq qolmay bolalarga sira yetim bo'lib qolmasam. Voy, mana nere? Dada, bizni tashlab ketma, dada! Mana nere? Ola hemen bu ne? Taşlap duruş. Dada, bizni tashlab ketma! Dada, sizni... Voy, qo'ya meni, chaplashqalang, chaplashmay. Sen vaqtim to'ydim. Bu sahroyingda mı to'ydim? Dada, bizni tashlab ketma, dada! Bola! Yaşayalaymış. Ya bunda çok ay hayvandan özü optu ha. Aç boldu, tez bolduğan boldu degine. Pul əvət berə? Pul evetmeyi xotundan bir nevəs görün tıxı. 5 somdan payda versenler, bereyle hemdi. 4 so'mdan bo'lsin. 4 somkan boldu. Qanaqa qilamiz? Boğdək. Bo'pti. 5 so'mdan bo'lsin. Kelishdik ham. Şundaq olsun. İşte o kimse. Yasin, kaççıdı beripla. Soda yürüyüşüp gitti. Pul işitdim mi, tüngüktü mü kiravatkan bana, ha?
Şundaq, Nur xo'jayin, şundaq. Kiring. Direktor, sizga nima lozim? Hozircha hech narsa kerak emas, siz chiqash turing. Shundoq qilib, bu binoni ishga kirishtirib bo'ldik. Kelar yili taqqa bir sayohat o'rni qursak deyman. Bo'g'dak. Men qo'shilma. Senchi olim. Men qo'shilaman. Undaq bo'lsa, Yasin ishkinglar sayohat o'rnini ko'gash, ketadigan chiqimni bir xamchot qilib qo'yinglar. Shundaq Ma'qul. Shunday qilaylik. Bo'ldi, ish tamom amsa. Yasin, Ha? Eli qalam qoshlaringdan bir nechini chaqirmamsa, payzi qilmamdoq. Birini akraymi yoki tomga tizib bitaymi? Payzing va. Bu yana nima axir kirib oldi. Qani. Ha, kiraylik. Ha, qani. Şunu o'qiz gapdan gap yo'qlar. Biz ustoysa qatirib etamiz. O'ynaydigan bo'lsak, sho'ligingiz oqidi, demamdi. Şunu, bu gapni menga nima deb bersiz? Unda qadam asnat o'makni izlamamsiz dedim. Qarab turdi shuni bilan. Allah rahmat. Shunday qilib bu sayilgohni bitib qoldi danglar. Qana, ha. O'sha. Ha? Hoş. Bizning nurli ben dünyada bir. Eğer dünyada ikkisi bo'lib qolsa, onun birisi bizning nurli ben. Qani nurli ben. Tamam çekin. Harap. Qanchalik o'ynag'inglar bo'lsa, shunchalik o'ynanglar. Barliq chiqim, mana mendan. Ha, qandoq? Ha?
Nurlu ben, erlerine getirip üstünü vermeyim, bana bir seçeğim o, qarab qo'yasiz, ha? Yaxshi. Men bugun shuni jakalaymanki, mush so'rindiki har bir qizning bo'yniga birdan oltin zanjir esilsin. Alamet yapma. Başkaları ayrım yana. Kira ilala. Korumladın ilala. Nurlu ben, seyahat orlarınızı görüp çıktık. Acayip çıraylık pinhancağı orlaşmışız. Altındaki ödem cuma siz. Başka yerinizden gül ünüp çıkıdı da ha. Sen hiç bu peyzini gözetmeyse. Andaklımız bugün ne? Kıyıklı. Kelin. Yuring jinim, uyga kirib shaydi. Shunday qilib, chet eldagi ishlarni xil yurishib qolgandek qiladi. Men bormasam bo'lmaydigandek qiladi. Qachon mangdi ekansizlar? Atil mangdigandek qilaman. Olimga biletni deb qo'ygandim. Beripla telefon qilib eting, ha? Chataq yo'q, jinim. Bo'lmasa men ansirab qoladi ekanman. Bir mezgil ayrılgan bo'ldik-da. Amal yo'q-da. Mening ko'zimdan uchib ketadigan bo'ldingiz. Rasma? Albatta. Chet elga mansınız qandaq mı çıdarman? Vay. Olimi sen? Qandaq oldu? Ha, buludu, men hazırlı baray. Hemen yo'lga chiqdim. Hazırla. Buludu. Ma'qul, ha? Oye, bugun mangamsiz, bir kun qonmamsiz. Aytmanglar jinim. Bu degan savdoning ishi. Men muncha kirib chiqay. Sen safar tayyorliklarini qilib qo'ygin, bo'ldi. Ma'qul.
vapa hem əxlaq şundula ametnin ninini yersen bulsa kalbimde vapa hem əxlaq şundula ametnin ninini yersen bulsa ger yolum pişman kutsi şu minut yürek bulgısı pare hiç ametim çektimliktim bir ömür yığlar tapmayı sen çare hiç ametim çektimliktim bir ömür yığlar tapmayı sen çare hiç ametim çektimliktim bir ömür yığlar tapmayı sen çare bulsa ger yolum pişman kutsi şu minut yürek bulgısı pare hiç ametim çektimliktim bir ömür yığlar tapmayı sen çare hiç ametim çektimliktim bir ömür yığlar tapmayı sen çare hiç ametim çektimliktim bir ömür yığlar tapmayı sen çare
Apa? Keldingmi bola? Ha, qaytib keldim. Mana bu bugungi sutning taloni apa. Jinim bolam, cho'ng bo'lgan bolam, es qatgan bolam. Jira bolam uyga. Qara o'g'lim, mush aydan boshlab hech kimning bizda qarzi qolmaydi. Bu firma endi bizning shaxsiy mulkimiz bo'ladi. Jinim apa, necha vaqtdan beri bek chapa tatding. Dadammisan, opammisan? Sana rahmat o'g'lim. Mushdek vaqtingdan tortib, turmushning ig'ir yukini men bilan teng tortdi. Hal kunimiz yaxshilanib qoldi. Biz mush mahallada cho'ng bo'lgan, mush mahallaning tuproqini dastab, suyini ichib odam bo'ldik. Texim yaxshi odam bo'lgan o'g'lim. Boshqalar sening axloqingga zo'qlansin. Aslini hargiz unutib qolmag'in bolam. Gapimni angla. Aras apa, xush xabar. Enim Akbar oliy maktab yutibdi. O'ylasma. Nima degan yaxshi? Bek yaxshi bo'pti jinim bolam. Bek yaxshi bo'pti. Aras bolam, yaqinda kent yo'l qurilishini apag'dik. Biz qarab tursak uyat bo'lar. Biz hozircha 10 ming so'm yordam qilsak deyman. Sening qanday? Bo'ladi apa. Sen nima desang shu? Rahmat jinim bolam, rahmat sana. Nurluben, çetel yarışıptı cuma. Kaşlarımız pakırap gitipti. Bire çetellik kılacak sılap koydum ya. Parijda ətir pıraydı. Arak dep ətir işi var mı kalsa? Ha, qandaq? Pulun olsa vago, hemmiz seninki. Uqtuma? Senin deklerini chet elde minip oynaydı hava, minip. Amma vago, moşu oynaydı gaya chet elken cuma. Kız ayolları kiyim kiymemdi o nime. İş kılıp bir-biridan güzelden la. Er kishi degan talada mingning uyida bo'lsa, birning. Shuni kechikib ketdikansizda, voy qilin. Yaşaydigan gap açtaq. Hey, oyna, oyna. Pul degan bago, o'g'illarning qo'lining kiri juma. Pul degan Nurmammat degan gap. Nurmammat degan gap pul degan. Yo'g'on so'zlab bu ota kasada omidi loyga minib yota kasada omidi loyga minib yota ketdiyim asli almedim ameti çaktırban ametim kürsem rahmetim çaktırban ametim kürsem rahmetim çaktırban ametim. Ben olim bilan chet elda mis to'g'risidagi to'xtamga qo'l qo'yib keldim. Olim shu joyda bizning nomimizdan bir shirkat qursa deyman. Lekin hozircha qo'limizda naqd pul kam. Bankining pulini tex qaytarmadik. Shunga tog'dik sayohat o'rinini setib etsak deyman. Bo'ladi, bo'ladi. Shundoq bo'lsin. Şey ama şimdi. Ya bana. Ben ne buldum? Bana doktorxana qo'yamiz, bana. Ne qildim men? Bana. Jira. Ben ne qildim? Kerak, bana kerak. Ey! Men ne qildim? Bana. Ha, chiqa.
Muş kishi. Vaqa to'g'dirgan siz bo'lamsiz. Men. Biz shaharlik qatnashsaqchi atirtidan. Savolimizga aynan javob berishingizni so'raymiz. İsmingiz nima? Nurmuhammad. Qancha yosh? 40 yosh. Adresingiz? Bostan ko'cha 17-qora. Siz 8 ayning 10 günü kech soat 11da araq ichib mashinada vaqa to'g'diribsiz. Vaqaning amaliy ahvolini so'zlab bergan bo'lsangiz. O kuni men araqni ko'proq ichib qo'yib, mashinani bilaman, qolgan ahvolini uqmayman. Qanchalik araq ichgan? O'zim bir bodilgidek araqni ichib yetibdi ekanman. Bo'ldi. Hozircha yaxshi davolanib, qolgan gapni siz saqib chiqqanini birini deyishaylik. Ma'qul. Xo'sh amsa. Bugün bek chiroyli qo'ysiz. Rasma? Shunda, yomon pari olib ketibsiz juma. Ko'zimda uchib ketdingiz-da. Menamo. Voy. Ha? Nima? Nima? Bo'ladi, men hozirlik baray. Mana odam. Shuncha jiddiylashgach nemish bo'ldi? Chet eldagi vakolatchimiz olim. Bizning barliq pulimizni yo'tkab, yo'qolib ketibdi. Nega ketganini hech kim bilmaydi ekan. Asta, tugash to'qandi. A'zoyinglar Gulsumning ish izlari gazet radiolarda tashviq qilindi. Yo'l, maktab, doktorxona degandek hammasiga o'zini unutgan holda yordam qildi. Boshqalarni beshga yetaklabdi. Yo'ldosh Gulsum noya ayollar ichidan chiqqan alohida boy. Naimiz bu ishqa alohida ko'ngil bilib, Gulsumga 30 ming so'm rag'batlantirish yordam puli berishni qaror qildi. Uningdan boshqa noya o'simsiz 200 ming so'm, yeza 100 ming so'm o'simsiz qarz bilan ta'minlashni qaror qildi. Gulsumning kola fermasini kengaytirish va süt mahsulotlari zavodi qurish planı tasdiqlandi. Hamda yezining Gulsumga kerakli qanchalik yana ajratib berish masalasi qoldi. Navbatda yezi boshlig'imizni so'zga taklif qilaylik. Bo'ldi. Gulsumada qanchalik yerga ehtiyojlik bo'lsa, shunchalik yer beramiz. Gulsumada bizni unutib qolmagan yerda, bizmi Gulsumadani hargiz unutib qolmaymiz. Rahmat sizga Gulsumada. Bizden bu kichkina kentimizni nahiyaga, shaharga to'ntib etdingiz. Qisqa qo'limizni uzun qildingiz. Rahmat sizga. Rahmat sizga. Tashkilga rahmat. Men yezam bilan odam. Mening taqdirim yezam bilan chambarchas bog'langan. Yezam meni boy qildi. Men dehqonlarimni suyman. Hammanglarga rahmat. Mening topgan pulim sizlarning. Barliqim sizlarning.
Sizlarga chin qalbimdan rahmat aytaman. Rahmat sizlarga. Rahmat. Saniye. Hamma ish tugidi. Chet eldagi pullarni olib qochdi. Sen bilmaysan, dachini Nurmamat setivatgan. Nurmamatning restoran binosidan boshqa puli qolmadi. Bankining qarzi bor, o'g'irlangan bojmi bor texi. Bojxona bilan bankining qarziga restoranning binosi bo'ylishamdi, yo'q kim bilir. Endi men qanday qilaman? O'z nomingda bankka qo'ygan pullarni naqlashtirib, uyda pulga yaraygan narsalarni tayyorlab qo'y. Bir kechida quyruqni xada qilamiz. Qandaq, ha? Nurmamat efendi, bu yılqı bajni tek tölemepsiz. Tek biz tekşürgen oğurlangan bajın ba. Bu pullar az emasçımı? Bizning bankning qarzi pulimi oz emas. Muddatidan ishib ketdi. Buningga nima deysiz? Menda pul qolmadi. Sizlar shu restoran binosini baholab ilib olsanglar. Bunu demse biz et resmiyetlerini ötüyteyelim. Ma'qul. Nurmamat, xeyr xo'sh. Xotin bolalarga rahmi yo'q sizdek odamning menga qanchalik rahimi bo'ladi? Az vaqt bo'lsa-mu sizga xotin bo'ldim. Sizga emas, pulingizga. Tegishli haqqimni elib, yo'limga ravon bo'ldim. Meni istab avara bo'lmang. Xeyr xo'sh Nurloba. Las! Şermende! Aldamçılar! Aldamçılar! Ben bo'ldi emasman. Nima ishmaysa? İşimi deyme akasına. Nuri piyanchi qumovi. Musheni olib qo'ymabdi-da. Rasuli piyanchi ko'pdi bu. Mendan 10 so'm so'rab yuradi. Fukam, içe. Yo, bular birini dedim men, ha? Nima dedim men ularga? Birini demedim. Bo'ldi men ketdim, xo'sh. Ketdim men. Ya. To'xta. Bulardan pul vermemse? Va bir ag'ida yezib ketdirar. Aka chapan ne? İşçi yurtga bulardan suya emas bu. Mana birini qo'ydi ekanman. Aka chapan ne? İşçi yurtga bulardan suya emas bu. Birini qo'ydi ekanman. Mana! Pulni qachon bersa? İzlab oram taktım seni. Qachon bersa? Ha? Qachon bersa o'zma? Mana! Pul yo'q. Pulni beremse vermemse? Qachon bersa? Jallovaz, pul yo'q. Pul yo'q deydi mi? Uy burayla uyim bor, shu uyim. Saqayli. Pul qo'yishamda, bo'ylashmamda. Sürme. Ha? Chiqa. Mayli.
Ozachilikida qashqani qapirman. Ma'qul, ma'qul. Şu işçigili koyu tefte. Doğru. Voy, Nurek baygı bu. Assalamu alaikum. Qanday ahvoling? Ya seni bayılıp gitti, şehir mi şehir aeroplanda yürüydü dep anlagan. Ya bu nima kunda kaldı voy? Harı söylep yürsen go. Ahmet qochdi, Ahmet. Ha, bo'lmabdi juma. Öy makaning, mahallang turib. Ey, yetime ko'p qopsan go. Muşumu kunma? Yürü memleketimiz. Xotining Gulsum bayıp gitti, ballarım çoğup gitti. Endi qaysi yuzim bilan mahallaga boraman? Xotin bolalarimga qanday qarayman? Mahalle degan mahalle juma. Odam degan xomsut emgen bende. Xatolaşmaydigan odam bormi deysa, sen qilgan eskilikni mahalle qilmaydi. Seni qo'yniga ep ketadi. Yürü memleketimiz. Ma. Bo'ldi, men bormayman. Ben bormayman, bo'ldi. Ben şehirde Nurek'ni uçurtup kaldım. Biz anlayan Nurek yokçu mu? Arı söylep can bekip yürüptü. Hali bakarap ne deyip, ne de kopudu fakat bilemedim. Bir karısan işin ağrıydı. Bayvop, xotun ballarını taşlap, mahallini taşlap, körenlep ketkinini oylasan, kötüge nepçini tepken keledi. Bo'lmabdi juma. Nur Muhammed Mumush mahallining odami. Ot ko'ygan, onu ko'ygan odam biz. O'qig'ani qilmayli. U musofir bo'lib qolmasin. Qanday qilamiz? Bo'lmasa Gulsumga tapaqandiq ya. Gulsumga desa qanday bo'la? Gulsumning yuragi xunib ketdi juma. Unumasmikin? Bo'lmasa Gulsumning fermasiga o'rlashtirib qo'yaylik. Xudo yo'lida jiroqni yaqin qilib bir o'yin o'ynab baqsa qanday deysizlar? Qog'iniga yurt mahalli bog'i. Qani bir o'rinib ko'raylik. Shunda qilaylik, o'rinib baqaylik. Shunda qilaylik. Ya sen qancha qitimlab deyma. Basan Gulsumning yeniga yoki maliga bormaysa, noyiga yaqin kali fermasiga borasan da'vatiman. Oyliqingga 300 so'm berdi, tamoq yotoq berdi. Kallarni beqib bersan shu. Voy bo'ldi qilinglar, men bormayman, bo'ldi. Nima deydim havo? Gap anglamsa yo'q. Futqulingni bog'lab bo'lsam ep ketimiz. Sen og'rimamsa, o'lmamsa, hayvon bo'lib ketdingmi ya? Ey, anglayotamsa? Bizni mahalle ivatdi juma. Buni eski bir nimangni setib etib, biz bilan mangmaydigan bo'lsam, ko'gilikni ko'rsatib, o'ligingni o'sim ep ketimiz. Qanday deganimi bu? Mana. Qani, ishkirga marhamat. Merhamet. Yürünglar.
Kiranglar. Mana bu bizning pishiqlab ishlash seximiz. Mana bu sut qiyami. Bu sut to'ng'itish o'rnimiz. Mana bular yangi sig'ilgan sutlar. Endi kal fermimizni ko'rib chiqaylik. Oyatda. Qani. Mana bu bizning kal fermimiz. Mana bu bizning nasllik kallarimiz. Yaxshi. Mana bu sut sap bo'lgan nasllik kallar. Hammasini chet eldan keltirganman. Shundaq. Segish uskunlari haqiqatan zamonaviy ekan. Ha, shundoq. Qani, bu yoqqa. Mana bu bizning yem-xashak sklatimiz. Mana bu o'g'itlar. Qaranglar. Bu yoqqa. Hay yo'ldosh, xapamay harvozni chatira kassangiz o'tdi. Maşinan yok bulundu, nime kısmet olsa, kireydi sen öyün yok. Nime kısmet olsa, kireydi sen öyün yok. Hesabı var hemmenin, hesabını verdim. Çak çak digen ana şu, ahır üze gördüm.
bulmağın Ahmet aldıda Cismin ademdek yaralgan ersen Asi bulmağın Ahmet aldıda Cismin ademdek yaralgan ersen Olsa kalbimde vapa hem ahlak Şundula Ahmet'nin nimini yersen Olsa kalbimde vapa hem ahlak Şundula Ahmet'nin nimini yersen Bulsa ger yolum pişman kuçsi Şu minut yürek bulgısı pare Hiç ametim çektimliktim Bir ömür yığılam tapmayı sen çare Hiç ametim çektimliktim Bir ömür yığılam tapmayı sen çare Hiç ametim çektimliktim Bir ömür şiirlap tapmay sen çare Bulsa ger yolum pişman kuçsi Şu minut yürek bulgısı pare Hiç ametim çektimliktim Bir ömür yığılam tapmayı sen çare Hiç ametim çektimliktim Bir ömür şiirlap tapmay sen çare Hiç ametim çektimliktim Bir ömür şiirlap tapmay sen çare